sizlar to'rt ko'zinglar bilan kutgan, saqlagan meniki yangi mahsulotdan bozorga silindi. Nima chiqarganda mo'jiza, zot nima deb shuncha qiziqardilar qizlar. Qizlar bilan endi ishchini beshinchilikdan bir ko'z titdik. Endi o'sha ko'zim shen yo'q qilib atmisun. Sizlarga endi bir tushuntirib qo'ymoqchiman. Mahsulotimni shuncha oddilam e'lon qilgan bo'ldim qizlar. Guldirg'alab bozorga chiqib tushsiz yo'qolib ketganim yo'q. O'zimning burun qoldim bu sizlarga tuygan qilib ishlarimdan texnik uzun davomlashishni umid qilaman. Endi sen buna bir taqaza bo'lib ketdinglar, nimaligini endi deb berayga. Men degandim, butun qizlarni bir qutqizdigan narsa deb, ya'ni doimas og'ritib kelgan, to'ngjing bo'lgan qizlarga choy chiqardim. Men o'zim shunchalik azobni chiqartgan bir qiz bo'lganligim uchun shunayliqni tabletlar to'g'rilab bo'lamdi, doimasni og'ritib keltirmaydigan-ku. Ashta narsalar yeyversam, men oshqozonimizni tugishib olganmiz emas, oshqozon ziyon qilib ketgan. Boshqa narsalar shu oshqa men ham ziyon qilmaydigan, shunday yaxshi qilgan doimasni ashta narsani bir tadqiq qilib cho'qim izam chiqarma deb nurg'un narsalarni sinab ichib yeb ko'rib men oxiri sizlarga shunday eng foyda qilgan choy chiqardim. Balkim o'ylashingiz mumkin, "Voy bu choy deganing qancha foydasi bo'lmoqchi? Bu ya to'g'ri bo'lmasa, o'sha aytilganga" deb o'ylashingiz mumkin. Men agarda foydasi bo'lmagansa, bozor hargiz ochmayman. Men o'zim ishib ham unumini ko'rdim. Bilsam, azaldan tortib to'njingdan dardini bek jiqtatgan qiz bola. Anadagi boshqa narsalar foyda qildiga, faqat vaqtliq foyda qilib anadagi yana to'xtatib qo'ygan keyin og'riyverganmiz emasmi? Ma'vo lekin ishchingizdan ashu o'ngshab turib, davolab turib, shu balet qo'ringiz masalalaringizni hal qilib turib, tanshash ib berib turib, anan keyin ichingizdan yaxshi qiladigan bir choy. Ham men buni o'zim ichdim, ham atrofimdagi mana to'njing bo'lgan do'stlarimga to'yjan qilib, nurg'un odamlar, "Yo, odash rost o'ngshaldim chunki men bir oy bisib ichdi emasmi, chunki men kunda so'rab turman ichdimmi" deb. Bisib ichib, men rostillam, inshallah birinchi qitim shopdan to'xtab o'tmaydi chunki siz xeyli bir suvoqlan qilayotgandan keyin, xeyli bir ovqatlardan keyin siz mana to'njing bo'ldi, siz og'ritib keldi, balet qo'l yo'lliq paydo bo'ldi. Bu deysiz siz ichganga bir qitimda bir oyda shop to'xtamaydi, lekin bir hassa pasaydi og'riqingiz. Ko'ptirim tashviqot qilg'im yo'q. Shopdan to'xtaydi degan narsaning cho'qqim bir ziyonli tarkibi bor. Balet qo'g'arga chaqchaqlagan narsa emas, lekin birinchi oyda bir hassa pasaydi og'riqingiz. Andan keyin ikkinchi oyda ro'shan holatda og'rimas bo'ldi. To'xtanglar mushta haqiqatan foydasi bormi? Ya menga foyda qildimi, yo boshqalarga foyda qildimi? Men foydasi bo'lsa, andan keyin bozor solay. Tunji qitimliq mahsulotlarni boshqalarning oldida yog'och qizam bo'lib qolma, bekallar to'p qolma, ishonchlikni sotmaydi deb rahmat ishonmas bo'lib qoldi deb shunchalik bir samimiylik bilan sodamning beshini shuna pakkiz bir boshladim. Nurg'un do'stlarim unimini ko'rgandan keyin andan keyin mavjudiya markasidagi qizlarning to'ngjing chasi hisobda doimo og'ritmay keltiradigan sog'lomlik chiyimiz bozor silindi. Masalan, bir tushuntirayday, buningki bayam beshida qutisini ko'rdinglar. Xeyli yo'g'on chiqdi, ichida 30 tal chiqdi. Kunda bir tal pavliq siz mushundan birini mana ichini ichib olsangiz. Mana ichini bunda assanglar, mana chiqdi ana. Mushundan birini pavliq bilan ichsizlar, mushniki cho'ygunlarda rangi tuyib ketkicha bir kun kechki ichib olsanglar bo'ldi. Masalan, tishida shiqilganlar bo'lsa, işte pavon beysiga qachilab qaynab so'yamiydi ba'u. Ashna rangi tuyib ketkicha to'xtamay ichsangiz, shu ustiga vaqtanglar ichib olsanglar, bir oy qolmay ravus unmin ko'rsizlar qizlar. Tushuntirayday, qanday qizlarning ichishga mos keladi deganda, badanni suv qaplab ketgan, balyot qo'sini suv qaplab ketganlikdan doimasi og'ritib keladigan, andan keyin badanni suv taylaydigan, faqat putquli issimaydigan, doimasning rangi qop-qora keladigan, andan keyin mush rangim sog'lom emas, bir kun kelib yo'qolib ketadigan yoki shikoyda bir doimas keladigan qizlarga shunchalik mos keladi. Sizlar bir ishimizga ichib sinab beqinglar. Yana birsiga uyqusi faqat yaxshi emas, doimas kelishdan burun mush ichi titillaydigan, bekordan chechiladigan, kayfiyati buziladigan mush hormonlarningki egiz past bo'lish tufaylidan kayfiyatlarni bir xil ko'tarangi qilib qo'ydi. Mush sizlarni mis qilamsizlar, diqqat qilib beqinglar. Doimarana kelishdan 10 kun burun mush ikki sho'runlar chinqilib bir xil og'riydigan qizlar bormi? Ashu ahvollarini pasaytadi jum. Andan keyin rangi ro'yonlar faqat yaxshi bo'lmaydi. Bir xil qirdab qolgandek, ajoyib bir xil qon yo'q rangi ro'yonlarning sarg'ush ashunda bo'lib qoldi chiroyinglarmi. Mush ahvollaringlarga foyda qildi. Mush chiroyinglarni shunda yaxshi qilib berdi. Ishgan sirchi bir xil vallat qilib chiroyinglar yo'rib, ana kayfiyatlaringlar buzilmaydigan bo'lib asashlarga. Buni mu amaliyotda mushta ishga tanshash qilib bersanlar, bu kayfiyatmi o'ngshildi. Bu hamda asosiyatning qizlarning mush balyot qo'siga bekerek foyda qilsin deb ishlagan choy bo'lgandan keyin balyot qo'ringlardagi suvoqni deydi. Butun kasallardan chiqdi deganda, masalan, kim to'yib bo'lgan vaqtlarda delivery hamda bu to'yib bo'lgandan keyin balyot qo'ni suvoq ib ketish sababidan yo'lchidan rayinib ketadigan. Faqat titimaydigan bir xil suvoq bo'lgandan keyin hech qanday titimaydi. Badanim suvoqlam talab turdi bir xil. Apriyakaga vaqtim suvoq talab ketadigan, ichim shunda muzdek. Andan keyin bunda odam cho'qim yanjing bo'ldi danglar. Yo'lliq bo'lgandan keyin cho'qim siz to'njing bo'lasiz. Odamning shu tini ojizlab suvoq talab, mishyalarimi ishib eliqi shovdozlarimi yo'g'nab, ashta bu ketgan sizlar turmush odamlarga diqqat qilib baxsangiz, sizlarga hech qanday qish qo'shaqmaydi. Bir mokkada mashinada o'tirib olsanglar, qattiq do'konlarga tushishim qo'shaqmaydi mashinadan. Uyda bunda qo'p ayadni yo'qonlarni evitishim qo'shaqmaydi. Osallam teriksiz. Mayli doimaringiz emas vaqtlarda uchun bir odam bir gap qilsin, nerv
mığınızı digdiğin bu. İşte bu qalsılar his qıldınlar. Bəzi qızlarınki toy qılmas vaqtımı daima 2 ayda bir kəsə. Heç qanaq əməz qoyda bir bitsə qoyub getməydi bu işə. Lakin toy qılğanızda balayılışınız şunda təs buldu. Bu yolluq degan nəsə yerə sal qırmaqlar. Şu anşqa daima mu ağırtıb kilişinin səbəbi balayət qorunuzdan bir berib atqan signal. Qanaq qızlar mas kəməydi degan çağda hamildarlarga, bala imət tutqanlarga daima sədədən ziyad cıq kildiğan, toluq kildiğan, qanlarımı qıpqızıl, qiynicıq mandaq qızlar mas kəməydi ucumu. İşkəndin kinəmdə texmo partlab bitdiğanda məşnə bu pitslər. Ən ağır mühim gəpini dəb qoyay. Nədə situalınız deyən qızlarga doyunğa hazır çıxamadım. İğzin qırdığan nəsə bu həmmələr özünə ahvalını dəb durub bunda yeydiğan nəsə məs bu. Şu an məsələ sonra peydiğan nəsə bu ki ündidar satdım. Ündidarım mövcudiyə. Mənə pinücüğüm yizib qoymam, miyəgim yizib qoymam, şu markam nasıl mövcudiyə. Ündidarımı həm aşu. Məsələn oylab durub, ən çıxış qılalaydıqan alətdə ən tövən baha çıxardım cumu. Əzən 49 qoyduq nəsə boğan bolsa, tənarıq şunçik əzən boğamsa mən bahasını şunçik tanışıb çıxartdım. Şənsanlar şunçilik yox nəsədən işlətdim. Payda qıldığan nəsələrini qitib durub qılan nəsə boğaşqa. Tənarığımı unçilik əzən çıxan nəsəməz qızlar. Şu an iğzanlardan qırdığan nəsə bək əzən istimal qısanlarmı həm payda qılmaydı, həm üzanların salamətliyini çataq çıxdı. Tallağa vaxtlarda ən yaxşı nəsələni tallab yanlacımı. Əmsə ündidarımı saxlayım. Hazır vaxtda xəq payda qıldan işəncik məsələtlər bək az. Nəsələn tutub pul tapsan bul deyil deyilən qızlar bolsanlar. Yəni ündidarımı qaçılanlar fəqələciliyimi bək məzənəməz, bək qiymətlənməz, qılma deyilən qızlar tən manzanlar özəm bilən tən ipmanmə. Ündidarım məsələ sorsanlar buldu. Əmsə ündidarım aşu. Sən söymə qızlar.